Ramazon Buti rahmatullohi alayhi aytganlaridek, Muhammad alayhissalatu vasallamning ummatini da'vo qiluvchi mu'min biror bir ish qilishlikdan oldin bir oz to'xtasin, ko'zini yumsin, ko'z oldiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni keltirsin va qilmoqchi bo'lgan ishini o'rtaga qo'ysin. O'sha ishdan Rasulimiz alayhisalom rozi bo'ladilarmi yoki yo'qmi degan savolga javob olsin. Yo'q, rozi bo'lmaydi desa to'xtasin bu ishdan deydi. Ko'pchilik so'rayapti, domla deydi, ayniqsa yoshlar. Mana bu ishni qilib qo'yaman-da, hech to'xtay olmayapman. Men savol-javob botimga kelyapti. Behayo kino ko'rib qo'yapman-da, deyapti bir yigit. Nima qilay domla deyapti. O'sha behayo filmlarni otangizni oldida ko'ra olaysizmi? Yo'q, ko'ra olmayman. Onangizni oldida-chi? Yo'q, ko'ra olmayman. Farzandingizni oldida-chi? Yo'q, ko'ra olmayman. Alloh ko'rib turibdi birinchisi. Ikkinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida ko'ra olaysizmi? Yo'q, Alloh saqlasin. Demak, to'xtata olasiz bu narsani. Agar shunday desangiz, ko'zingizni yumsangiz-da, hozir meni oldimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirsalar shu ishni qila olmaymanmi degan savolga javob izlab ko'raylik. Hamma yomon ishdan to'xtaymiz. G'iybat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'iybatni ma'qullarmidilar? Yo'q azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam g'iybatdan, ig'vodan eng ko'p qaytarganlar. Shu zohir bo'layaptimi davramizda? To'xtatish kerak. Birodarlar, kelinglar bitta to'xtab olaylik-da. Agar hozir shu davramizda payg'ambarimiz alayhisalom birga o'tirsa, biz shu ishni qila olarmidik? Qila olmas edik. Qanday holat bo'lsin, Rasulimizni ko'z oldimizga keltirsak, biz o'sha gunohlardan to'xtaymiz azizlar.